Uçma Andijon Oqso'raganlar uchun mana 4 ta. O'ta qattiq uchib o'ynaydi. Qo'shtoq bilan Nasachubi. Nasachubi hozan tagigan qattiq sovurar ekan. Qo'shtoq tepada ham o'ynaydi. Ba'zi Nasachubi modasi o'ynasa tepadan o'ynab qo'ygan, lekin hozan tagigan vashi tortaveradi dedi. Bu tepada ham urib o'ynab uchadigan. Qo'shtoq nar bu. Bu chubati o'shaning modasi. Buni dumlarni yulib olibdi-da. O'shuncha joyi yetdim bo'lib qoldi. Kattalar Andijon sekada qiziqqanlar sotiladi, to'ralasam. Qolachilar donaga ham sotilaveradi. Nasachubi nar, qo'shtoq nar, nar chekada qo'shtoq, bu joydagi moda. Oqbosh, ko'k tumshuq, eski ko'zlardan o'ta qattiq o'ynab uchadi. Bitta ikkita qonada setralar bor. Keyin bu ham nar. Buni so'cham nar. So'cham o'ta kuchli. So'chda yaxshilab ko'rib. Uni ikkitadan 3 tadan qanotda setradi. Uni hozirda ham tomdan tushib o'ynaydi dedi, hozir uchirib ko'rgan to'g'ri. Bu ham ko'k tumshuq, nar, ko'kjak. Bu ham chiroyli nar. Bu ham Siyamchi. Narlar donaga sotilaveradi. Buni kelisham telefon qilaverasizlar. Ham ikkovsi ham o'yinchi, uchadigan o'yini qattiq yaptilar. Yana bitta chinni bor, ushugimi. Bu chinnini arzongina beraveramiz. 150 ga beraveramiz, 150 ga. Bu ular uchmayapti. Shuni ham bildim, buni просто video qiziqib qolgandik. 150 ga kimga ma'qul bo'lsa, olib ketoldi. Razный глаз, paypolari rosa keng, lekin chiroyli chinnilar. Chiroyli. Mana holatlari.